Qo'rqinchli ovozliq asar Yomg'irliq kechidagi vahima. Ikkinchi qism. Yerda yotqani nur salom bo'lmasdan chiroyi titilib, qo'l-putlari chirib to'nuqsiz bo'lib ketgan, kiyimi bo'lsa jul-jul, qo'llarida qurut qo'ng'izlar o'milab turgan bir jasad edi. U bir qo'lini menga asta suzib atadi. Chirib ketgan ikki javg'idagi ustixonlar mitirlab, menga gap qilib atadi. Biroq nima deganligini bilgili bo'lmaydi. Tilim qalvalishib, balalarni to'g'lash tasga tushib atadi. Keynimdan bir necha dükürlab yugurgan ovozdan keyin "Nimish bo'ldi?" dedi Sirojdan. Azroq qo'shimni yig'ib, "Jin, bu yerda jin bor ekan, jin!" deb to'lab ketdi. "Qani jin?" deb oldimga keldi Azamat. Qaramayla iskilit bor joyini ko'rsatdi. "Ey dalta, onani qashi jin bormi-ki? Bir tal ulik to'xtimi qo'qqan bormi?" dedi Azamat kulgach. Ahmad Sirojdanmi qarab kulib, qo'l berishib kulishib ketdi. Qarasam bir o'lik to'g'i yotadi. Boya men ko'tarib yo'tkiyotdimmi qandaq? Atrofida qurut qo'ng'izlar mig'irlab ketgan edi. Men rost ko'rgan tursam, dedim. "Xiyolong o'xshaydi balangza. Ava jinning gapini boshqaning desa, unmaysiz. Ashta buludu, elishib qolgan sarang", dedi Azamat. Sirojdan uni ulapla maz kuldi. "Va, akla besh qo'lingni." Kuchi xuddi amdi ko'rishgan og'inlardek bir-birsiga qo'l berishib kulatdi. "Menga shakitili. Nursalam uyga ketmagan-da, ha?" dedim. "Boka, Eriqda o'mi sendak olatog'il gaqib yuriydi. Dilmurod bilan billa so'rinda", dedi Ahmad. So'ringa bordik. Qarsam Nursalam Dilmurodning yanında o'ltiradi. "Hey, sigil berib petib qoldingmi Eriqqa?" dedim. "Yo'q. Hey, sip o'rnimdan turib, Eriqdan chiqolmay tursam, neryanda Azmat turganda qildi. Azmatma desam zuva yo'q. Telefonni elib, tast qulpisini ochib, chiroqni yo'ritsam, hech narsa yo'q. Xato ko'rib qolgan o'xshayma deb kaynimga o'rilsam, Azmat turdi. Qandoq gap qolding? Ayada tomamtang?" dedim. Gap qilmadi. Yuziga chiroqni shundoq yoqsam, yuzida qurtlar o'milab turgan, ko'zining qorchug'i yerga sangilab turgan bir narsaga qo'rqinimda "Qutquzinglar" deb to'g'ladim. Kaynimdan "Og'zingni yum" degan ovoz bilan tang qattiq bir narsa beshimga tegib, hoshimdan ketibdiman. Bir kamda ko'zimni ochsam, qo'limga issiq bir suv o'rindi. Ang'icha Dilmurod kelib yo'ladi. Qarasam, ishki to'sqanning qorniga qo'limni tiqib yetibdiman, deb so'zini tugatdi. "Voy bo'ldi demagina, aroqni ichib ketamiz. Tish o'ltirishi odamni qo'rqitishmaydi." Sirojdan shundoq deb bayamqi joyiga kelib o'ltirib, aroq quyishga boshladi. Yomg'ir bayamqidan sal kuchayib qolgan edi. Daldada o'ltirgan bo'lsaqmi, daraxt g'azonlari orasidan to'kilib atgan yomg'ir suyida kiyimlarimiz xili namlashib qolgan edi. "Ajab to'ngildim-ku. Mushtoqmi ish bo'lamda? Sizlar o'ltirib bo'p beringlar, ha? Bo'ldi, men uy ketaman", dedi Dilmurod terkib. "Voy billa kirib ketli. O'ltirg'ina", dedi Azamat. Hammamiz bir qo'r sala qildik. Biroq faqat o'nimadi. Amisa at ko'rchayli adash deb yo'liq deb qo'ydik. Ondan so'rini davomlashtirdik. Oradan Azamat gap qildi. "Hey Asqar, sen jinning hikoyasini yozatamsan?" "Ha, ashtaqara qadash", dedim. "Hey, sen hikoya yoza olamsan taqi? Oqshimisi yolg'iz sigilim chiqamaydigan oling'a", dedi Nursalam. "Shu" deb gapini qo'lladi Ahmad. "Neyim deysang deyishgina voy", dedim terkib. Sirojdan romkini qo'limga sunib etib. "Ey valloh, undaqmi deb ketmanglar", deb qo'ydi. Men romkinikini ichib etib, tartam yana qistigandek bo'lib, "Kim hojatxonga bordi, aparay", dedim. "Basang o'zing boqna. Mardni maydonsina debdi-ki, "Au, sendiga ozg'anlikqa borjumu?" dedi Azamat. Men tamakidan birini tutashtirib, shu ozg'an tarafga mangdim. Qo'llarim faqat qo'lashmay, yo'l ishki ko'rinib, bek biyoram qilib atadi.
ozg'inligining qishig'i kelib, ishlarni tugitib, bir ikki qadam mengib, bir narsaga putlashib, o'zimni o'ngshashga ulgurmayla bir noma'lum kuchning ta'sirida bir yerga purilishib tushdi. Badanim xil og'riyotgandek qiladi. Asta o'rnimdan turib, atrofga qaradi. Mendan ancha yiroq bo'lmagan joyda bir simoni ko'rdim. Qorong'uda uning men tarafga kelayotganini aran farq qila oladi. "Sen Azmatmi yo Nursalommi?" dedim men. Qarshi tarafdan sado kelmadi. Endi meni tashvishlik vujudimni vahima chirmab olgan edi. Ichimda "Tova, men rostli jin uchirganmidim? Men qanday qilishim kerak? To'g'risam ular meni yana masxara qiladi." Shularni o'ylab, o'zimdagi qo'rqinchni ozroq besib, yanchiqimdan telefonim chiqadi. Kasobat, bayam to'kiba turadi. Mushundaq chaqdim etilib qolamdi. Yanchiqimga selabatdi. Chaqmoqni yoqdi. Mana, heliqi noma'lum narsa mening yenimga kelib qolgan edi. Kallamni silkib etib qarasam, uchisiga yomg'irliq chapon kiygan, chiroyi chirib to'niqsiz bo'lib ketgan. Yuziga tushib olgan chochlari orasidan murdish ikki ko'z menga tikilgini ichib turadi. Mana u jin ozg'anning yeniga kelib, menga tikilib qarab turdi. Shu an bir sovuq shamol badanimni qo'rib o'tib ketdi. Chaqmog'im o'chib qoldi. Qayta yoqsam faqat yonmadi. Men shu an qanchalik xatar bo'lishiga qaramay, ozg'inlikning teshiga o'zimni otdim. Bir putum yerga tushib, patqoqqa tiyilib, o'ngdisiga qattiq yiqildim. Usti beshim patqoq bilan melinib, to'niqsiz bo'lib ketdi. Yerdan beshimni ko'tarib, oldimda jinning turg'unini ko'rdim. Yana dehi yuzini to'sib olgan chochlari salkin shamoldagi soyib jamoldek midirlab turadi. Tova, bugun rostchini uchrabdimi deb o'yladim ichimda. Qijish. Kallamga yana uningdan boshqa biror yaxshi amal kelmadi. O'rnimdan tezlikda turib, balalar bor tarafga yugurdim. Mana 10 necha metr mangmayla yana dim tushdim. Balkim qiyos qilgansizlar, hozir qoldimni. Heliqi nima deymiz? Mushukdan qochgan chashqon, suvga tushgan mushuk. Yana boshqa men bilmaydigan tillar bilan tasvirlasanglarmi o'ylab yetolmaysizlar. Hozir qoldimni. Yana tupurlab o'rnimdan turib yugurdim. Menda boyinqi maslikdan qat'iy asar yo'q. Yugurib ketabossam, putimni noma'lum bir qo'l qattiq tutdi. Oldimga qattiq yiqildim. Voy jallab ketdi. Ikki qo'l, ikki putimdan tutdi. Asta havoga ko'tarildim. 1, 2, 5, 7 metr yuqoriga o'rlabodim. Shuncha tipirlabmi putimni tutib olgan qo'ldim yo'lqinib chiqolmadim. Balalarni chaqirdim. Azmat, Sirajdin, Nursalom, Ahmad, meni qutqizib olinglar. Biroq ovozim teshiga chiqmagan edi. Shu chaqda bir qo'l kelib, eg'izimdan tutdi. Yo'q, iskilik qo'l ekan. Bir chaqda pak qilib, amdali suv qo'ygan bug'doyga paqishilab tushdi. Mana, ishkanga to'ya. Badanim asta-asta sezimini yo'qotishga boshladi. Qarasam yiroqdan bir qancha yo'riqliq men tarafga kelib atadi. Ularning surati osti edi. Yaqin kelganda qarasam balalar ekan. Keliblar. Asqar qinsan gap qila, Asqar qinsan deb tovlashga tushdi. Mana men dedim. Ular tez kelib meni yo'lab turg'izib, usti beshimga qarab, birdan kulishib, nimish bo'lganligini so'radi. Men bo'lgan ishlarni birma-bir deb berdim. Undaqda rost jin bor-da. Tova, maishni ko'ring, dedi Ahmad. Uyga ketili, bizning uyga kirib kiymangni yangushlab ol, dedi Nursalom. Shunda qilib biz uy tarafga qarab mangdik. Men keynimda bir narsa aygishib kelayotgandek hissiyotda edim. Pat-pat keynimga qarab qo'yatdim. Uy bilan biz o'ltirgan joyning orlig'i 2 kilometrcha keladi. Masbub qilib, motosiklet minib xatar chiqishidan ansirab piyodali kelgan edik. Meni vatimiz. Azmat quliqiga telefonni tutib bir narsalarni davatadi. Ahmad quliqiga simliq tangishig'ishni tiqib ketavatadi. To'satdan keynimdan bir necha narsalarning kelganini sezdim. Biroq keynimga qarashga jur'at qilolmadim.
Balalar, keynimizde bir narsa bormi qandaq? Dedi Nursalam. Sirojdan mundaq qarabla, voy nadikini dedi. Men qarasam, bizga yaqinlam yerda bir necha qor ko'langi turadi. Sinchilab qarab baqa, rost birsi bor ekan, dedim men. Voy yo'qkan-ku. Minglar betish, dedi Nursalam. Qarasam, Abay qisaya hech yerda ko'rinmadi. Ko'nglim sal joyiga tushgandekmi bo'ldi. Biroq bu xotirjamlik uzoqqa bormadi. Yiroqdan bir yomg'irliq chopon kiygan bir noma'lum birisi kelib o'tdi. Hey bolla, alt tarafdan birisi kelyapti. Dedi Azmat. Voy buncha kashlik kimdi? Dedi Sirojdan. O odam bizga yaqinlashgan sari meni tashvish ichida qo'ydi. Hey, kaynimizdan birisi kelyapti. Dedi Sirojdan. Keyindilla atrofimizdagi chiqlar sharaqshib ketdi. Jin baka qichinglar deb to'g'lab yugurdi. Oldimizdagi yiliq soya bizga qarab turadi. Udulig'i kip qarasam, mahalladagi Hoshim deydigan birisi ekan. "Hey Hoshim, nima odam qo'rqitsan?" dedim men to'xtab. "Hey, Hoshim lahva, yomg'ir po'qvama sana", dedi Ahmad. Kimki debdimi? Rajab qo'qatma dalti. dedi Azmat hozirab nafas og'och. "O qoq yuraklar, oromimni buzishdi. Yaxshilik ko'rishmaysan" degan ovoz keldi. U ovoz Hoshimdan chiqayotgandek qiladi. "Nim deysan, ey?" dedi Nursalam. Hoshim yomg'irliq chopinni ilibdi. Shu on so'g'uq bir shamol chiqib, badanimni qo'rib o'tdi. Qarasam, u Hoshim emas, boyamqi jin ekan. Jin deb to'lab bo'g'icha atrofimizda nurg'un soylar paydo bo'lib, qo'rshovi ilib oldi. Balalar qalaymaqan to'g'lashga tushdi. Jin baka. Biroq bu ovozimizni kimmi anglasin? Balalar bir-birlab yiqildi. Men faqat ularning beshiga bir narsaning tegib yiqilayotganligini bildim. Bir chaqda menla yolg'iz qoldim. Nima qilishimni bilolmay tursam, mening beshimga bir narsa tegdi. Ko'zim qorong'ulashib, hoshimdan ketibdimi? Bir chaqda ko'zimni ochsam, mahallaning do'qmishib turman. Yomg'irmi olliburin to'xtab bo'lgan ekan. Qarasam, qog'illar bir-birining ustida kiyimlari patqoq uxlab yotibdi. Yo kulishimni, yo yig'lishimni bilmay turib qoldim. Tasta o'rnimdan turdim. Jaynak tizlarim yirtilib, qon chiqib, uyib qopdi. Berib, qog'illarni uyg'otdim. Ular uyg'onib, atrofga qarab hayron bo'lishdi. Ularning jaynak tizlari yirtiq turadi. Qaraganda oqshom bizni bir narsa so'rab bu joyga akib qo'ygan edi. Aziz anglag'uchilar, qo'rqinchli ovozliq asar, yomg'irliq kechadagi vahimaning barliq qismi mush yerda tamomlandi.